bugun universitetimizda yangi axborot resurs markazining binosi foydalanishga topshirildi. Ushbu binoda ko'rib turibmizki, barcha shart-sharoitlar yaratilgan bo'lib, bularni ko'rib har bir talabaning kitob o'qishga bo'lgan ishtiyoqi yanada oshib ketadi. Mana hozirgi davrda yurtimizda hurmatli prezidentimiz tomonidan ta'limga juda ham katta e'tibor berilyapti. Bu bir tarafdan qarasangiz maktabgacha ta'lim, maktab ta'limi va oliy ta'lim. Oliy ta'limdan keyingi ta'lim. Keyingi davrlarda mana bir qator oliy o'quv yurtlarida moliyaviy akademik mustaqillik berilishi. Mana shunday oliy o'quv yurtlariga yanada aytib o'tadigan bo'lsam, akademik mustaqillik berilishi, moliyaviy mustaqillik berilishi bu juda ham katta imkoniyatlar yaratdi. Mana bugun Urganch davlat universitetida mana shu tadbirda ishtirok qilyapmiz. Bu yerda ikkita tadbir bir vaqtda keldi. Mana shu moliyaviy mustaqillik berish natijasida Urganch davlat universitetida yangi o'quv binolari, o'zlarini byudjetdan tashqari mablag'lar hisobidan mana yangi o'quv binolarini qurdik. Xuddi shunday mana bugunda kutubxona. Bir vaqtning o'zida 1000 nafar kitobxonaga xizmat qiladigan kutubxona axborot resurs markazining ochilish tadbiri bugun mana Urganch davlat universitetida ikkinchi tadbir. Xalqaro hamkorliklarning kengayib borishi Pekin davlat universiteti Urganch davlat universiteti o'rtasida memorandum imzolangan. Shu memorandum asosida Pekin Urganch matematika markazi tashkil qilindi. Mana shu bugun shuni ham ochilish tadbiri. Bugun biz yangi Pekin Urganch matematika markazining ochilish marosimida ishtirok etmoqdamiz. O'ylashimcha, ushbu hamkorlik ikki davlat o'rtasida matematika sohasida amalga oshirilgan ilk markaz hisoblanadi. Aytishim joizki, ilm-fan borasida O'zbekiston o'zining uzoq, boy tarixiga ega va matematika sohasiga ulkan hissa qo'shgan. Umid qilamizki, bu markaz kelgusida matematika sohasini yanada rivojlantirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, zamonaviy matematika hamda ilmiy tadqiqot samaradorligini oshirishga ko'maklashadi. Bu markaz ikki universitet uchun ham katta imkoniyatlar eshigini ochadi deb ayta olaman.